Kirlarni yuvib bo'ldingmi? Ustoz, hammasini yuvib bo'ldim. Hamma yoq sirpanchi bo'lib ketdi, ustoz. Yangi qoida. Kirlarni ilib chiqishing kerak. Agar birortasi yerga tegsa yoki yiqilsa, hammasini qaytadan yuvasan. Mushaklaringga ishonma. Qo'lni his qil. U bilan kurashma. Unga singib ket. Oyoq tovoning polga yopishsin. Xuddi kiyimga yopishgandoq kabi. Sen u bilan bir tanu bir jon bo'lishing kerak. Harakating erkin bo'lsin.